o'rtacha 5000 dan 15000 dollargacha boradi. Dunyodagi eng qimmat oyoq kiyimlar kasterlardan qilinadi va narxi necha pul turadi? Eng qimmatidan boshlaymiz, krokodil terisi. Bitta oyoq kiyim brendiga qarab o'rtacha 5000 dan 15000 dollargacha boradi. Asosan bu teridan multimillionerlar kiyadi. Ikkinchi o'rinda Strauss terisi turadi. Kamdan kam uchraydi. Juda ham yumshoq, ko'rinishi bagati vidni beradi. Bu terini o'rtacha narxi 500 dollardan 1,5 dollargacha boradi. Uchinchi o'rinda piton terisi turadi. MDH va Kavkaz davlatlarida juda ham yaxshi ko'rishadi, ayniqsa boylar orasida. O'rtacha bitta oyoq kiyimi narxi 500 dan 1000 dollargacha sotiladi. To'rtinchi o'rinda kiyik terisi. Bu teri juda ham yumshoq, ayniqsa oyog'ida sahri bor insonlarga tavsiya qilinadi. O'rtacha narxi 200 dan 500 dollargacha sotiladi. Oxirgi o'rinda mol terisi hisoblanadi. Juda ham yumshoq, juda ham ommalashgan, o'rtacha narxi 90 dollardan 300 dollargacha sotiladi. Bilmagan bo'lsangiz, like bosing va obuna bo'ling. Aytib o'tilgan terilardan hammasini Muzgaborda topishingiz mumkin. Bu videoni qimmat oyoq kiyim kiyadigan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.